Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hürmetli qarindoshlar, men qarindoshlar Nebija Ala. Bugün yana bir şekilde bir program işleshini layiq topdik. Uzaq bo'ldi her birleri bilan bir şekilde ekranda yüz görüşemedik. Bugün hemdeki programımızın mezmunu şu Sivişsiyada Köçmeler İdaresi e'lon qilingan şu Uyg'urlarni yoki Sharq Turkistonlik xalqini qabul qilish to'g'riliq bir xabar tarqaldi. Buni asosliq şu Türkiye'deki TRT Uyg'urcha kanal manbasi orqali tarqalgan xabar. Bu Ko'chmalar idorasining e'lon qilgan 19-yilda e'lon qilindi bu. Bir şekilde e'lon qilingan xabarda qarindoshlar. Bu to'g'ri xabar. Ama nurg'un qarindoshlarimiz bizga uchur şekilde yozib, men chunki Shveysariyada yashayotgan bo'lganligim uchun meni tunigan qarindoshlarimiz mendan bu şekilde, yani bu Türkiye'deki Shveysariya konsulxonasiga kirsak bizga viza beramdi. Biz shu yerdan Türkiye konsulxonasidan viza elchixonasidan panohlik tilsak bo'lamdi degan shekildagi savollarni so'ragan bo'ldi. Ba'zi qarindoshlarimiz buning qanday bir xabar ekanligini, qaysi yo'llar orqali bir boramiz yoki bo'lmasa buningkiga qanday şekilde bir vizaga erisha olamiz yoki bora olamiz degan shekildagi har xil savollarni so'ragan bo'ldi qarindoshlar. Shuna o yerga hammasiga tek ayırma cevap verishning o'rniga mishadlar manbalariga bir şekilde üzerinden tushunchisi, üzerinden egallagan uçurlarımni o'rtoqlashib bilan her birlariga bir cevap berib o'tay dedim. Qarindoshlarım, Shveysariya 2016-yılı 9-aydan tashlab ko'chmalar qonunini o'zgartdi. O qonunda nimaga panohlik tilagan, Shveysariyaga kelib panohlik tilagan har qanday musofirga 3 yil iqomat berish, 3 yildan keyingi ahvoli ahvolga qarta anandan keyin qabul qilingan bo'lsa, masalan, siyosiy panohlikqa uningga avval 3 yil iqomat berish, 3 yil iqomati to'shqandan keyin uning amaliy ahvoliga qarta yana ko'chmalar idorasi qaror chiqardi, unga mangulikni beramdik yoki yana iqomatni o'zgartirdik deganga bir necha shartlarni qo'yib turib, shu to'g'riliq bir qonun chiqargani esimda bor. Hamda yaqinda oldingi yilimi bir Uyg'ur balaninkini qaytarib o'tish to'g'ri kelib qilib, uningdimi Uyg'urlarni qaytarmaslik, agar siyosiy panohlikqa qabul şeklinde kelgan qabul bo'lish shartiga to'shmay qilib qolsin, Uyg'urlarni qaytarib o'tmaslik degan şekilde bir qonun chiqargan shu balaning dilosidan keyin. Endi men yaqinda mani to'liqlab chiqarishi bu yerdagi eng asosiy narsa Sharq Turkistondan kelgan, mayli Uyg'ur bo'lsin, Qozoq bo'lsin, asalliq millat Qirg'iz bo'lsin, Sharq Turkistonning da turishliq ekanligini isbotlay oladigan. Mesela Uyg'urlar dunyoning har qaysi yashagan adresi har qaysi yerlarda bor Uyg'urlar bor emasmi? Demek ki onu nokul konkurt kılıvatqını Şarkı Türkistan'dan kelgen buluş şart. Şarkı Türkistan'da mesela Şarkı Türkistan'da ma'lum bir bölgesinde, vilayetinde, şehirde yaşayan buluş ve onu ispatlayılgan buluş. Kuldaki pasport Xitayning pasportu buluş. Diyendek şeklideki nesle iniq buluş gerek diyenini köstüdiken bu xabarning mazmuni. Bu kelgenini derhal hem qaytarib etmeslik hem bularning ameliy ahvolini Sharq Turkistonning vaziyatini aniq bilgachga Shveysariya hukumati bu Uyg'ur musofirlarga yoki bo'lmasa Sharq Turkistondan kelgan musofirlarga bularga derhal nimani berish, bu yerda turishliq ruxsatini berish degan shaklda chiqargan ko'chmalar idorasining xuturish ekan yoki bo'lmasa xabar ekan. Shunga bu degani mushaga har xil yo'llar bilan kelgan bo'lsa, yoki sayohat qilish yoki u yoki bu yoki tuqlash yoki boshqa davlat shaklida bir kelgan bo'lsa, keladigan bo'lsa, mushaga kelib panohlanganlik deganni ko'rsatadi qarindoshlar. Hargiz siz Turkiyada turib nimaning elchisiga, Shveysariya elchixonasiga kirib men Sharq Turkistonlikdim, men Uyg'urdim, men panohlik tilayman deb bu panohlik bo'lmaydi. Panohlik tilash ikki xil bo'ldi. Birisi shu kelgan panohlik tilmoqchi bo'lgan davlatimizga kelib shu yerga ko'chmalar idorasiga boshurib panohlik, siyosiy panohlik tilaymiz. Yana birisi biz qapsilib qolgan davlatda, masalan Turkiyada bo'lsak, Turkiyadagi Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga bosh urib shu yerdan siyosiy panohlik tilaymiz.
Şu Birleşken Milletler Teşkilatı'daki panahlığıçlarını o'rinlashtiruvchi teşkilat qaysi davlat sizni qabul qilgan bo'lsa, shu davlatga sizni o'rinlashtirdi. Agar siyosiy panohlik qabul bo'lib, qaysi davlat men olaman deb iltimos qilgan bo'lsa, sizni shu davlatga beradi. Hargiz siz men cho'qim Shvetsiyaga borman, yo Norvegiyaga borman, yo Kanadaga borman deb nima qilolmaysiz. So'raydi boshdan, sizning huquqingiz bormi? Siz mushtaylik qayerga borgingiz bor, qaysi davlatga panohligingiz bor desa, bizdan so'ragan vaqtida biz xotirjam davlatga berib panohlashni nima qilamiz? Siyosiy huquqimiz kapolatga ega bo'lsa bo'ldi, bizning ortiq shartimiz yo'q deganni qo'yganman shu vaqtning o'zida 10 yilning oldida. Ama hozirgida masalan so'rab qolsam, men cho'qim men palon davlatga men palon akam bor, tuqqanim bor, yo u bu deyish imkoni bo'lsa, uni qanchalik ilk oldi, uni bilmayman. Lekin Birleşken Milletler Teşkilatı ko'plagan davlatlar, ko'chman qabul qilgan davlatlarning hammasiga sizning arxivingizni sunudu. Qaysi sizga nima qila olsa, qabul qila olsa, shart to'shab qabul qila olsa, shuningga berish majburiyatingiz bor. Bu birisi. Yana birisi ham shu kelgan, masalan, yani Germaniyaga keldingiz, yo Finlandiyaga keldingiz, bir davlatga keldingiz aynı bir şekilde. Kelganki shu davlatning nimasiga kirib nima qilasiz? Ama siz viza verib, viza ilib keldingiz. Masalan, Germaniyadan viza ilib barmoqingizni besib keldingiz. Siz Germaniyada panohlanmoqchi bo'lsangiz, Germaniyada qolasiz. Yo men Germaniyani yoqtirmaydi, Germaniyaga viza ilib uchun oldim, ama men boshqa davlatga, yo Gollandiyaga yoki Norvegiyaga berib yashaydim desangiz, vaqtida sizning barmoqingiz nimadan chiqib qoladi? Chunki bu Yevropadagi sistema bir sizning barmoq izingizga qarab, nerede qaysi davlatda barmoq izi berib kelganligingiz, sizning qanday yo'lda kelganligingiz aniq chiqib qoladi. Yana bir narsa tekshirishki, bu Shvetsiyaga kelib panohlanmoqchi bo'lgan qarindoshlarimiz cho'qim kelgan yo'li aniq bo'lishi kerak. Ya'ni gumonli shaklda boshqa yoqqa, masalan, urush bo'lgan yerlarga berib qolgan bo'lmasligi kerak degan bir shart bor, qarindoshlar. U yerga berib boshqa yerning urush bo'layotgan rayonlarning viza berib qolgan yoki shu yerdan arxiv chiqib qolgan ishlar bo'lib qolib qolsa, vaqti yana panohligingiz qabul bo'lanmasligi mumkin ma'nosini tirnoq ichida deb qo'yili. Shunga ma'nosiga diqqat qilmasak bo'lmaydi qarindoshlar. Agar bevosita, masalan, Turkiyaga keldingiz, misolga, siz bir yerda shaklda bir yo'ldan keldingiz, pasportingizlarga yetib turganini ko'ydirib turgan ishni qilmang. Bir şekilde salamet Shvetsiyaga kelib olasangiz, aydirimdilam yoki bo'lmasa kelib bo'lgandan chiqib qolganinglar bo'lmasa aydirimdilam, men panohlik tilaydim desangiz, ana keyin saqchilar sizni ko'chmalar idorasiga o'zlari olib borib nima qiladi, tarjimonlar bor, o'rinlashtirdi. Shunga bu shekildagi narsalarga sizlarga masalan Turkiyadan qilamdim yoki bu yerdan deb bir şekilde Türkiye hükümeti bütün Uygurlarga, dünyadagi Uygurlarga nima chiqadi degan gap emas. Shvetsiyaga kelgan, mesela Uygur olsun, Kazak olsun, ama Şarkı Türkistan'da kelgan bo'lsa, shunga Qozog'istonda kelgan Uyg'ur, Qozog'iston pasportidagi Qozaq, Qirg'iz uningga yo'q, unday gap yo'q. Mana Şarkı Türkiston vaziyatiga ko'ra chiqarayotgan bir qaror. Shuning uchun buni to'g'ri tushunib, to'g'ri shaklda buningga qarata jonlarning bir harakatini ilib bersanlar yo to'g'ri tushunchada bo'lib, buning qarata ish bo'lishi. Ya'ni keyin biz ayadan manda yo'l qilib berma, voy anda manda qachoqchilar buningdan foydalanib, yani sizlarning mayli iqtisodiyotda, mayli ro'yijatdan zarba ko'chirishinglarni xohlamaymiz qarindoshlar. Sog'lom bir yo'l bo'lib bu shaklda kela olsanglar, eyvallah qarshi olamiz. Rizq bizning qo'limizda Alloh berdi. Dunyoning har yeriga bizning rizqimizni chiqargan, ammo biz kelgan davlatimizda qanday yashashimiz, qanday shaklda davoyimizga, xalqimizga, dinimizga erishishimiz o'zimizga bog'liq ish. O'zimizga bog'liq, vijdonimizga bog'liq ish, cho'ma. Onu qilib, "Voy Yevropaga olsam kapirlab ketgansa, oyoq olsam kapirlab ketgansa" emas. Yevropada musulmondek yashay olamsiz, yashay olmamsiz. Bu o'zingizga bog'liq ish. O'zingiz tanlaysiz buni. Yevropada bolalaringizni musulmonga loyiq tarbiyalayapsiz, tarbiyalayapsiz. Bu o'zingizning tirishchiligiga bog'liq. O'zingiz buning ajr qilsangiz, buning paydo bo'lsangiz, bolalaringiz uchun igi chiqa olsangiz, ana keyin bolalaringiz saqlab qo'ying. Mayli dunyoning hamma yerida. Vatanda shu to'g'ri, vatanda musulmon holatda yashamagan insonlar bor. Vatanimiz turib. Turkiyada shu. Müslüman haleti en azından emniyeti yangradıdı. Ama ballarımızı Müslüman şekilde terbiyeleyip çıkaldık mı? Çıkanmadık mı? Üzümüzü bağladık. Çok. Ezan bayaldı Müslüman bulup kaldı dediğin gap yok. Aşı ezan ne? Ballarımızdan kulkuğu kanda kılımız, hareketi kanda sındırımız bunu yani sizlemeyin. Ailemizden ata-ananın mecburiyeti edip koyayım. Bu en çoğunluğu. Kağına 30%,
sharoitniki. Ama o sharoitni yaratib berish yani ata-onaning mas'uliyati deb qarayman qarindoshlarim. Inshaalloh hammamizni to'g'ri shaklda, to'g'ri yo'nalishda, Allohning rizoligi rozi bo'lgan shaklda yashashga nasib qilsin deyman. Shunga ma'ni qisqa shaklda bir tushuntirishga tirishdim qarindoshlar. Agar yana ba'zi bir nima bo'lan bo'lsa, tushuniksiz yerlar bo'lsa, bir şekilde men bilan aloqa ostidagi nima aloqada aloqam bor WhatsApp nomerim bor. Aloqalasanglar, kuchimning yetishicha bunga javob berishga tirishaman. Nima qilinglar? Programmamni yoqtirgan bo'lsangiz qo'llab qo'yinglar, taqib qo'yinglar. Anandan keyin shu a'zo bo'linglar. Inshaalloh sizlarning qilib beralaydigan ishinglar bu mening qila oladigan ishimni men qilishga tirishdim. Endi sizlar qoldi. Allohga emanet bo'ling.